204 mashinamiz sotuvda. 2013-yil 66.000 kilometrda yurgan. 2-3 kun oldin postimizga qo'ygandi 22.900 qilib. Narxini yengillatib qo'ydik. 21.5 bo'lsa beramiz. 22.000 ga bermagandik bu mashinani. Oldin modasi bilan puliga qilingan. Bu mashinani noyob desak ham bo'laveradi. Yurgani juda kam. Ham yili 2013 oxirgilarida balonlar holati normal turibdi. Hamyon tekshirtirib yonlarasida bekami ko'z, pamit sidina, harmon akustikasi. Salonlar juda akkuratniy, ideal holatda. Boshdan kelib ko'rsalaring xudo xolasa yoqadi. Hidi bilan turibdi. Bunaqa holat tegiz menimcha kam. Ideal holatda. Buni ishqibozlari bor, o'zi oqtarib yurgan. Mashina juda chiroyli, shaharda ichiga mingani. Zo'r. Narxi ham xudo xolasa bexijolat. 2013-yil 66.000 kilometrda yurgan. Yili bilan probegiga e'tibor berib qo'yasizlar. Bunaqasi juda kam. 21.5 bo'lsa beramiz. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilinglar, tepasiga kelib ko'ringlar. Xudo xolasa chiroyli narxda ishlarini bitirib beramiz. Qolgan mashinalarimiz ham bor. Bu pulga boshqa mashina olaman deganlar ham bor, lekin bu mashina ishqivozi bor, o'zi ishqivozi uchun bu mashina. E'tiborlaringiz uchun rahmat.